Demak, bugungi darsimiz hurmatli o'quvchilar, Mendeleyev hamda Carnot-Stewart teoremasidan ko'rib o'tamiz. Xo'p, birinchi navbatda Mendeleyev teoremasiga qaraymiz. Mana chizma berilgan bizga. Bu qanaqangi chizma? Demak, ikkita A, B, D hamda B, E, S uchburchaklar berilyapti. Demak, ikkita uchburchakni bir-biriga ustma-ust qo'yganda, berilgan bo'lsa, demak, bu uchburchakni ikkita tomon kesishyapti. E, S tomon bilan E, S tomon bilan hamda qaysi A tomon bir-biriga kesishyapti. Kesishganda demak, A bu kesmada demak A tomonda A va B tomonlarga bo'linyapti hamda B S tomonda S va D hamda E S tomonda F va F kesmalarga, A tomonda esa J va H kesmalarga bo'linyapti. Xo'p, Mendeleyev teoremasi nima deydi? Demak, birinchi uchburchakda demak, mana buni hisoblaymiz. Birinchi kesmaning A ning shu kesmaga to'liq nisbati. Ya'ni shu kesma uzunligi nimaga teng? A plus bo'lganmi? Ko'paytiramiz. Ikkinchi kesmaning uchinchi kesmaga nisbati S taqsimda va ko'paytiramiz. Demak, keyingi kesmaning, demak E kesmaning F kesmaga nisbati. Demak, ushbu ko'paytma 1 ga teng ekan. Demak, shu teorema shunaqa. Endi bunaqasiga bu uchburchak sifatida qaraymiz. Demak, biz bunaqasiga ko'rdik, endi bu tarafdan boramiz. Xo'p, bunaqasiga D kesmaning mana D kesmaning shu kesmaga to'liq nisbati, ya'ni birinchi navbatda biz qaranglar, soat nimasi bo'ylab harakatlandik? Qarshi. Soat strelkasiga, demak, qarshi ikkinchi soat strelkasi bo'ylab harakatlanamiz. Demak, D kesmaning mana D kesmaning shu kesmaga to'liq nisbat S plus D bo'ladimi? Ko'paytiramiz. Ikkinchi, ya'ni B kesmaning A kesmaga nisbati va J kesmaning nimaga? H kesmaga nisbati 1 ga teng. Bu teorema shunaqa ekan. Xo'p, endi mana bu navbatdagi birinchi misolga qaraydigan bo'lsak, birinchi misolda mana bu yerdagi kesma x ni so'rayapti. Xo'p, soat strelkasi bo'ylab harakatlanamiz va soat strelkasi bo'ylab harakatlansak, soat strelkasi teskari yo'lda harakatlansak chiqadi misolan. Demak, bu A d nima qilyapti? Biz tomon tenglikka bo'lyaptimi? Buni A deb olsak, A deb olsak, demak, 2 ning to'liq kesmaga nisbati 2 ga 4 qo'ysak nechi? 6. Ko'paytiraman. Bu A bo'lgandan keyin A taqsim A bo'ladimi? Ya'ni birinchi kesma, ikkinchi kesma. Faqat birinchi kesmani shu kesmaga to'liq nisbat, qolganlarida birinchisi ikkinchisiga nisbat bo'lib ketaveradi. Demak, A taqsim A va oxiri nima? 4 taqsim X. Shu narsa nimaga teng bo'lishi kerak? 1 ga teng bo'lishi kerak. Xo'p, A bilan A qisqarib ketadi. 2 bilan 6 qisqarsa 3 qoladi. Demak, nima bo'lyapti bizda? 4 taqsim 3x barobar nima bo'lyapti? 1 bo'lyapti. Buni x ni topadigan bo'lsak, demak 3x barobar 4, x barobar 4 taqsim 3. Tushundingmi? Demak, misol yozib olaylik. Endi navbatdagi teoremamiz, qaranglar. Uchburchakni ixtiyoriy 3 ta kesma, bu mediana bisektristlar nimalar aytilmagan bizda yoki balandlik haqida aytilmagan. Demak, uchburchakning ichidagi ixtiyoriy 3 ta kesma bitta nuqta kesishyapti. Kesishganda nima bo'lyapti? Tomonlarda kesmalar ajratyapti. Ya'ni A tomonda A va B, B tomonda S va D hamda A tomonda nima qilyapti? E va F kesmalar ajratyaptimi? Demak, bu teorema qanday ekan? Uchburchak demak, ixtiyoriy 3 ta chiziq, mana ixtiyoriy 3 ta kesma nuqta kesishganda va tomonlarda nimalar ajratyapti? Kesmalar ajratyapti. Bunda teorema nima deydi? Ya'ni birinchi kesmaning, qaranglar, birinchi tomondagi birinchi kesma bo'lakning demak, ikkinchi tomondagi birinchi bo'lakka ko'paytmasi va uchinchi tomondagi mana bu hammasi birinchi bo'lakmi? Bularning ko'paytmasi demak, o'sha tomonda ajratilgan ikkinchi kesmalar 2 va 2.
ushbu kesmalarning ko'paytmasi bir-biriga teng deydi. Ya'ni A ni A ko'paytiraman, S ko'paytiraman nima? E teng bo'lar ekan nima? B ko'paytiramiz. D ko'paytiramiz F. Ya'ni bu chiva teoremasi. Endi navbatdagi misol, shunga doir misol. Demak, uchburchakda ixtiyor demak 3 ta kesmadan nuqta kesishyapti mana. 3 tomonga tushyapti. Mana A, F, demak 3 ta uchidan chiqyapti. A, B, S uchlardan chiqyapti. Demak, ixtiyor 3 ta kesma nuqta kesishyapti. Demak, A tomonni ajratgan x ning qiymatini toping deyapti. Endi qaranglar, bu birinchida A B tomon teng 2 ga bo'lyaptimi? Buni A teng 2 ga bo'lgandan keyin bu mediana bo'lib qolyapti, lekin bular mediana haqida aytgani yo'q, qolgan nimalarni. Xo'p, buni A deb olsak bo'ladimi? Endi boya qoida bo'yicha, tepada qoida bo'yicha. Bu birinchi kesma. Bu ham birinchi kesma. X ham birinchi kesmami? Ha? Endi bir bu. Endi ikkinchi kesmamiz bu ham 2, bu ham 2 4, 9 dan nimaga teng? Ikkinchi kesma. Endi birinchi kesmalarning ko'paytmasi, ikkinchi, ya'ni birinchi bo'laklarning ko'paytmasi, ikkinchi bo'laklar ko'paytmasi teng deganmidik. Endi birinchi bo'lakda demak A ni olamiz, A turibdi, ha? Ikkinchi tomondagi birinchi bo'lak nimaga teng? X ga tengmi? Uchinchi tomondagi birinchi bo'lak nimaga teng? Men X ga teng. Endi ikkinchi tomonga, ikkinchi bo'lakka o'tamiz, kesma tomonlardagi. Demak, ikkinchi kesma demak nimaga teng? A ga teng. Demak, ikkinchi tomon ikkinchi kesmasi 4 ga teng. Uchinchi tomondagi ikkinchi bo'lak nimaga teng? 9 ga teng. Xo'p, A bilan X farq ketadimi? X ni ko'paytirsak X kvadrat. 4 kara 9 nechi? 36. Demak, bundan imzolariga bo'lsa X barobar nima? Plus minus 6. Lekin tomon manfiy bo'lmaydimi? X barobar nima olamiz? 6. Tushunarlimi? Yozib olamiz. Endi qaranglar, yuqoridagi birinchi qoidaga doir, ya'ni Mendel teoremasiga doir bitta misol ko'rib o'tamiz. Xo'p, demak A, B, S uchburchak berilyapti. Demak, uning B tomoniga A D hamda E S tomoni A B tomoniga E S mediana tushiryapti. Demak, bitta nuqta kesishyapti. Xo'p, yuqorida qoidaga binoan buni yozib chiqamiz. Mediana bo'lgandan keyin bu teng 2 bo'ladi. A deb yozamiz. Bu yerda M desak, bu yerda N deb olamiz. Xo'p, soat siligasi teskari bo'lib harakatlansak-a, birinchi, ya'ni bunaqasiga harakatlanamiz. Birinchi kesmaning to'liq kesmaga nisbati. To'liq kesma 2 ga bo'ladimi? Keyingisida, demak, birinchi kesmaning ikkinchi kesmaga nisbati. Ko'paytiraman, demak, 2, ya'ni birinchi kesmaning ikkinchi kesma 4 ga nisbati. Bu 1 ga tengmi? Endi soat siligasi yo'nalishi bo'ladi. Bunaqasiga harakatlanamiz. M taqsim M plus M ko'paytiramiz. A taqsim A ko'paytiramiz 10 taqsim X. Tushunyapsiz? Barobar 1. Endi birinchi tenglikdan M taqsim N topsak, A bilan A qisqaradi. Demak, 2 bilan bu 2 qisqaradi. M taqsim 4N bizda 1 ekan. Bundan kelib chiqadi M barobar 4 ta X. Mana. Endi M ning o'rniga 4N qo'ysak-a, M ning o'rniga 4N qo'ysak, N taqsim 4 ta N ga bitta N qo'ysak 5 ta N. Ko'paytiraman, A bilan qisqarib ketadi. 10 taqsim X. Barobar. Xo'p, N bilan N qisqardi, 10 bilan 5 qisqardi, bu yerda 2 qoldi. 2 taqsim X barobar 1. X ni ko'paytirib olsak, X barobar 2 degan bo'ladi. Tushunarli? Endi ikkinchi teoremaga doir, demak, Cheva teoremasiga doir misollar o'tamiz. Xo'p, bunda demak, uch burchakda demak, uch tomonga tushyapti. Demak, ular bir nuqtada kesishyapti. Bu bitta nuqtada kesish shart bo'lishi kerak. Tushunarli? Xo'p. Demak, A B demak, mediana bo'lyapti. Tomon nima qilyapti? Teng 2 ga bo'lyapti. Buni A deb olsak, bu ham nima bo'ladi? A bo'ladi. Xo'p, endi mana shart beryapti. A B tomon, mana A B tomon 3 ta A F, ya'ni mana bu
n bo'ladigan bo'lsa ham umumiy tomoni nima bo'ladi unda? 3n bo'ladimi? Ya'ni qaranglar, a f ni biz n deb olsak, a b nima bo'ladi shunda? 3n bo'ladi. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, mana b f kesmamiz 2n bo'ladimi? 3n dan bitta n bersak 2n qoladi. Mana bu yerga 2n yozamiz, ha? Endi aytib o'tgandik, birinchi kesma yozib olaylik, ikkinchi kesma. Birinchi bo'lak, demak ikkinchi bo'lak, birinchi bo'lak, ikkinchi bo'lak. Ya'ni tomonlarni ajratgan, ya'ni bo'laklarni birinchi bo'laklar ko'paytmasi ikkinchi bo'laklar ko'paytmasiga tengmidi? Siz A B kesma. A B kesma. A b kesma 3n mana. A b kesma 3n to'g'ri. Bu tarafda. A b kesma 3n mana. A b kesma. Xo'p, A b kesma 3n. Endi birinchi kesma mana. Birinchi kesmamiz n edi mana, birinchi bo'lagimiz. Ikkinchi kesmadagi, ikkinchi tomondagi birinchi bo'lak a ga teng. Uchinchi tomondagi birinchi bo'lak 6 ga tengmi? Endi ikkinchi bo'lak ko'targanmiz. Birinchi tomondagi ikkinchi bo'lak 2 ga teng. Ko'paytiraman, ikkinchi tomondagi demak ikkinchi bo'lak a ga teng va uchinchi tomondagi ikkinchi bo'lak nimaga teng? X ga teng. Xo'p, bu yerda eng ko'paygan aniq qisqarib ketadimi? Demak 6 barobar 2x. X barobar nima bo'ladi bunda? 3 bo'ladi. Demak, yozib olamiz. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, shuni yozib olamiz. Demak, uyga vazifa sifatida men qolgan misollar tashlab qo'yaman. Shundan darsimiz tamom.